Albatta qo'shiq aytilishi shart do'stlar deb o'ylayman. Azizxonning ham repertuarda ona haqida qo'shiqlari albatta bo'lishi kerak. Albatta. Va chiroyli qo'shiq. Albatta. Samandaraka, go'zal qo'shiq. Eshitganmisiz boshqa? Biz eshitganmiz. Lekin yana eshitsam xursand bo'laman, to'g'risi. Farzand uchun sharaf a, onani madh etish. Azizxon. So'zlari kimniki? So'zlari shu o'zimizni qadrdonimiz, juda ham shu xalq shoiri ko'p esladik. Erkin Vohidov umrlarining oxirlarida eng ko'p duolarni olishga musharraf bo'la olgan zabardast shoir shu Rustam Vohidning she'rlari. Aynan buni onamizga, aynan mana shu sevimli kanalni eslab degan juda ajoyib loyihalari bor. Mana shu loyihada onamiz bilan rahmatli otamizni eslab xotirlab qilingan ko'rsatuvga bir sovg'a sifatida yozib olib kelib shunda aytib bergan edim ilk marotaba. Keyin bir orada Ma'murjon akam bilan bu yerda suhbat qilganimizda yana bir aytib berdim. Ruxsat bersanglar, bugun ham ayni mavrida. Aynan onamiz uchun va butun onalarimiz uchun, ayalarimiz uchun, buvilarimiz uchun, opalarimiz uchun kelayotgan xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ham menimcha bir yaxshi bir o'z o'rnida ketsa kerak. Juda go'zal, o'rinli bo'ladi. Ruxsatinglar bilan. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, demak, ona haqidagi eng go'zal qo'shiqlar bilan WBC, WBA, WBG kamarlarining mutlaq sohibi Azizbek Azizov do'stlar, sevimli ko'rsatuvda qarshi olamiz. Marhamat. Rahmat. Hayot boshim silamas ko'p, sen silaysan onajon. Neki yaxshi bo'lsa menga sen tilaysan onajon. Orom baxshsan u oromni sen bilmaysan onajon. Onajonim aylonayin boshimdagi kaftingdagi mustaqlarni eritguvchi taftingdan. Onajonim aylonayin boshimdagi kaftingdagi mustaqlarni eritguvchi taftingdan. Didang izlarimga poyandozlar qilding u. Toptalganda dil mehringlar sarafrozlar qilding u. Yuzlaringga dog' ajindan oq pardozlar qilding u. Onajonim o'rgulayin g'ayratingdan shaxtingdan, tillaringdan to'kilguvchi asallaring shaxdingdan. Onajonim o'rgulayin g'ayratingdan shaxdingdan, tillaringdan to'kilguvchi asallaring shaxdingdan. Ona borki bu dunyoda mehr ustun bo'lgaydir. Ona borki bu dunyoda qahr ostin bo'lgaydir. Ona borki bu dunyoda bag'ring butun bo'lgaydir. Onajonim aylonayin so'riginang taxtingdan, farzandlaring kamolidan topib olgan baxtingdan. Onajonim aylonayin so'riginang taxtingdan, farzandlaring kamolidan
topib olgan baxtingdan. Hayot boshim silamas ko'p, sen silaysan onajon. Bravo, go'zal. Salomat bo'ling. Go'zal, Azizbek, Azizxon. juda go'zal qo'shiq. Barakalla. Bravo. Tasanno. Beshoq qo'ying, rahmat, tabriklab qo'ying. rahmat, rahmat. Onajon. Yaxshi qo'shiq bilan, yaxshi asar bilan insonni tabriklash kerak-da, albatta. Albatta. Bu bitta ashulani ko'rib, eshitib o'tkazib yuborish 3 daqiqamiz, 4 daqiqa vaqtimizni oladi, lekin uni mehnati necha uyqusiz kunlar, Rahmat. fikrlash, har tomondan qarab ko'rish. Hop, O'z o'rnida- albom bo'lib qolgandir уже. Tayyor bo'lgandir ha, qo'shiqlar. Yo'q, 12 endi ta bo'lsa albom bo'ladi, 12 ta bo'lsa yoki 15 8 ta bo'lsa ta. ham Undan 15 ta. 15 ta bo'ladi. Xo'sh. hozir 5 ta bo'ldi. Shu kecha kunduzda yana bir